Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, alınır her ün, mulluk, tığa. Alman yasakta azaytımız, cebir zulümünü tügütümüz, yurtun hiç amallıkını özümüz sorayımız. Menize hiç balını gollığandan gollumakçım ha? Bolde, yağaç kazanda bir kıtım aşmışıdır. Meni sorusanla, ben addi bir cahçı, menin hakkım, halıkni cebir zulümdü kutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, genç, paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şu ben diyen damadını kışka! Onun deykan cipim var! Bölme, iyiliği tarafke, azatlık meşgili yanğan, meni kıtağdırga başla heytemaka. Oyğanğan ziminni, hem de hiç kim tutalmaydı. Tova, neçe yıllardan bu yan hacep bilmeptiken ben, bu yada osmandan encir çüzügen emes muhtepti. Kardan bu gapni ağlap qaqaqlab kulib tashlabdi. Shu chog'dala Toshbaqa bu anjirlarni shu maymunning tashlab berganligini bilib, uningga samimiy rahmat aytibdi. Kardan bu Toshbaqaning sodda maxluq ekanligini ko'rib, daraxtdan tushib, uning bilan g'olmun qilishga boshlabdi. Toshbaqa mundaq do'stlikni kang, sexiy bir do'st topganidan Kardan bo'lsa, mundaq yolg'izchilikda bir mungdash tepilganligidan noyat xushal bo'pti. Shundan keyin Toshbaqa har kuni u yerga keladigan, Kardanmo uni shirin mevalar bilan mehmon qilib, podshohlik taxtida o'ltirgan yillarda o'ng'igan bilgan ajoyib g'aroyib ishlarni uningga hikoya qilib berdigan bo'pti. Shunday qilib, ularning orasida do'stlik rishta bog'lanib, bir-birini ko'miz turolmaydigan holatga yetibdi. Toshbaqaning uyi daryoning o'qiydi ekan. U har kuni tong sahardala uni ko'gili keladi ekan va uning bilan kechgacha mungdishidi ekan. Bu kelishmaslikka qaramamdigan. Toshbaqaning xotini to'limi kunch ekan. U erini nagavading, nada tuding deb savol so'roq qilg'ili. Hatto barbara sen oshni tepib olsan deb uning bilan so'qish qila boshlabdi. Toshbaqa o'zining heyliqi maymun bilan do'stlashib qolganligini, uni har bir kun ko'misa, zodi turolmaydiganligini aytib, yana har kuni Kardanning yiniga beraveribdi. Xotini mundoq bo'laversa, erining uydan ko'ngli sovib kelishidan ansirab, buningga chora topmoq maqsadida o'zining dardini shu mahalladagi bir qeri dallaga aytibdi. Buning chorasi oson, debdi dalla. Seriq helilini suvda ezib, yuzingizga sursangiz, uzun yil og'riq tortgan bemordak sarg'ayib ketasiz. Ondan o'ldim, o'chdim deb yetib oling. Eringiz albatta tevib izlaydi va cho'qim meni topadi. Qog'ashni o'zim to'g'irlayman. Toshbaqaning xotini dallaning deganlarini qilib, hozirli o'lib qoladigandek injiqlab yetib olibdi. Toshbaqa iliqi dallani chillab kelib, tomir tutqizibdi. Xotiningizning og'riqi jonga qadalgan og'riq ekan. Darhol doğru qilmasak, uningdan ayrilib qolasiz, debdi dalla va bu og'riqqa maymunning yuragidan boshqa doğru yo'qligini aytibdi. Toshbaqa maymunning yuragini nadan topirman deb qayg'urishga boshlaganda, heyliqi dalla maymundan bir do'stingiz borligini hammamiz anglagan. Ajabki, u do'stingiz sizdan biror yurakni oysa, debdi. Beshining ishchimi, teshimi qotgan Toshbaqa, voy jinim cho'ng ona, u har qancha do'stim bo'lgan bilan men so'rganga yuragini beramti, debdi. Dalla achchig'lanib, ondan yurakni so'rab olamsiz, sug'urib olamsiz, bu o'zingizning ishi. Ya xotiningizga turing, ya maymun do'stingizga ikkining biri, deb uydan chiqib ketibdi. Ahmaq Toshbaqa oxiri niyatini buzib, Kardanning qishig'iga ketdi. Kardan uning necha kunlab kelmaganligini va chiroyida g'am qayg'u bulutlarini ko'rib, sizga nima xafalik yetdi do'stim, deb ahvol so'rabdi. Toshbaqa xotinining og'rib qolganligini,
Shuning uchun kelmaganligini aytib, mushundoq kunlarda do'stlik hurmati uchun mening g'erib ko'lbamga qadam tashrif qilib, ayolimdan biror ig'iz ahvol so'rab qo'ysingiz. Sizning muborak qadamingiz sharofatidan u bechora bemor tasalli tepib saqayib kelsa ajab emas. Meningmi beshim ko'k taqishur edi, debdi. Kardan onunga ichini og'irtibdi. Ammo o'zining daryodan o'zib o'tolmaydiganligini o'zri qilib, onun xotiniga turlik mevalardan sovg'at avatmoqchi bo'pti. Toshbaqa suv uzalmasligingiz o'zri emas. Mening ustimga mensingiz, daryodan bahuzur o'taversiz emasmi, deb qattiq turibdi. Kardan onunga yuz kelanmay, toshbaqaga minib yo'lga chiqibdi. Ammo daryoning o'ttirsig'i kelganda ko'ngli bir nimani tuyib qopti. Qorg'udak bo'lsa, toshbaqa paylini buzib-atqidak. Atla qiltaqqa ilinibdiman deb o'ylabdi. Kardan va darhol ho'shini yig'ib, "Ey aziz do'stim, nima qilyapsiz? Harakatingiz boshqacha-ku", debdi. Toshbaqa bo'lgan ishlarning hammasini aytib, "Mana shu vajidan menga sizning yurkingiz lozim bo'lib qoldi. Endi men sizni daryoga g'arq qilib yurkingizni sug'urib olaman. Mendan ranjimang", debdi. Kardan noita aql va chechan maymun ekan. U darhol yo'tsig'i urib qaqoqlab kulibdi. "Ey do'stim, sizdan biror yurak aylansin. Ammo bu gapni nimishqa biz yo'lga chiqishdan burun aytmadingiz? Biz maymunlarning safarga chiqqanda yurkimizni uyda qo'yib mangdigan odatimiz bor edi. Mening yurkim uyda qolgan emasmi?" debdi. "Endi qanday qilamiz?" debdi toshbaqa. Darhol uyga qaytib, yurakni ilib olib, yana yo'lga chiqaylik, debdi maymun. Shuning bilan ular orqaga yenib, daryoning bu qiytig'iga kelganda, maymun birli sakrab, heliqa anjir daraxiga chiqib olibdi. Bir hozirdan keyin toshbaqa, "Qani do'stim, yurkingizni topgan bo'lsangiz, tezroq yo'lga chiqaylik", debdi maymunga xitob qilib. Maymun daraxt beshida o'ltirib, "Avval men bir hikoya aytib beray. Ondan yo'lga chiqsaqmi ulgurimiz", debdi va hikoyasini boshlabdi. Yirtqichlarning podshohi bo'lgan sher qo'tir kesiliga giribtor bo'lib, tuklari tushib ketibdi. Teviblar ko'rib, "Bu kesilingizga eshakning yurki bilan quliqi do'ri bo'lg'ay", debdi. Sher tulkini bir eshak tepib kelishga buyuribdi. Sher makon tutgan g'arg'i yaqin bir yerda bir daryo bor ekan. Shaharda bo'yoqchilik qiladigan bir odam bo'ygan mot chakmanlarini eshkiga otib kelib, shu daryoning suvida chayqaydi ekan. Bo'yoqchi mot chakmanlarini qurtib bo'lguncha uning eshigi shu atrofda o'tlab yurdi ekan. Tulka bundan xabardor bo'lg'achqa darhol eshakning yiniga kelibdi-da, "Hay bechora, bundoq sesiq o'tlarni yeguncha og'ordiki zumratdak yeshil, sumbuldak yumron maysalarni yesang bo'lmasmidi?" debdi. Eshak tulkining gapiga kirib, g'or tarafga mengibdi. Tulka uningdan burunroq g'orga kirib, shirg'i ma'lum qilibdi va eshakka oldirmay tegishni tavsiya qilibdi. Orqadanlar eshakning oldiga chiqib, "Bu bir tilsim g'or. Uning ichida dal shirg'i o'xshaydigan tosh but bor. Unidan qo'rqib ketma, birodar", deb qo'yibdi. Eshak g'orga kirib qarog'idak bo'lsa, rostli yop yeshil yumron o't cho'plar yalpinib turg'idak. Biroq u amdili o'tlashga boshlaganda nafsi taqildab ketgan shir midirlab tashlabdi. Eshak buni tuyib qilib badal qechibdi. Tulka orqadan qo'g'lab kelib, nimishqa qochqanligini so'raganda, eshak boyqa ahvolni aytib, "Sen meni o'limga tutib bermoqchimi?" deb tulkaga koyibdi. Tulka bir muncha gaplar bilan eshakni ishontirib, yana g'orga boshlab kiribdi. Bu qitim shirmo nafsini yig'ib, toki eshak xotirjam o'tlab qornini to'yg'izib, bahramon ig'nab yotqicha jim turibdi. Ondan tulkining ishorati bilan itilib berib, eshakni jindan judo qilibdi. Tevib uningga eshakning yurki bilan quliqini yeyishdan burun g'usli tarat elishni tavsiya qilgan ekan. Shuningga binoan sher g'orning ichkirisiga g'usli qilishga kirib ketibdi. Shu orada tulka eshakning yurki bilan quliqini yavibdi. Shir kelib eshakning yurki bilan quliqini oqtirib topolmay, "Tulkajon, bu eshakning yurki bilan quliqi yo'q ekan-ku", deb so'rabdi. "Voy taqsir, bu eshakning yurki bo'lgan bo'lsa, mening ilm-ikatlarimga aldanmas edi. Agar uningda quloq bo'lsa, sizning yirtqichligingizni anglab turuqliq oldingizga o'z oyog'i bilan kelmas edi", debdi tulka. Maymun bu hikoyasini tugitib toshbaqaga shundoq debdi.
Shuni bilib qo'yingki, men u eshakka o'xshash yuragimi yo'q, quliqimi yo'q maxluqlardan emas. Bundan keyin mening bosog'imga qadam qo'yg'uchi bo'lmang. Bizning do'stligimiz shuning bilan tamom. Hozirgi ahvolimizda maymun bilan toshbaqa haqidagi bu hikoyaning bizga ozroq foydasi tegib qolsa ajab emas, Hoji aka. Bu qaltis hikoya ekan. Bu hikoyani aytishdagi maqsadingiz meni Urumchiga borma demoqchi-ku. Shundaqmi? Yo'qso. Men undoq demoqchi emas. Urumchiga bormasala bo'lmaydi. Jazman borsala, Hoji aka. Ammo shu maymunlarning podshohi Kardonga o'xshash noyta o'shir bo'lsalar demoqchiman. Qazara shundu ben yuraklarni sug'urib olmoqchi bo'lib qolsa, yuragim Qashqarda, ya'ni Mahmud Sijonning qishida qolgan, men sizga akilib beray deb, darhol Qashqarga yenib kelsalar demoqchiman. Namat Xalpatning bu gapini anglab, Hojim bilan Mahmud Muhidin tangli kulib tashladi. Namat Xalpat hech nima bo'lmagandek g'imidimi yo'q tovus yeyishga boshladi. Bundoq vaqtimi chaqchaq qilindi kishi. Dedi Mahmud Muhidin kulkisini to'xtatib. Ammo uning chiroyida cho'nqur xiyol iznalari jilvalanayotgandek ko'rinadi. Namat Xalpat, bu chaqchaq emas, Sijon. deb yana bir nima demoqchi bo'lib turganda, Mirul Pugan kirib, Aprisovning kelganligini ma'lum qildi. Aprisov Qosim apandini agashtirib uy kirish bilan qo'lidagi telegraf qog'ozini ko'rsatib, "Shunday bendan javob keldi. Hojim janoblarining Urumchiga mengish oldida Janubiy Shinjongning Do'tay, Shenjonglarini o'zi xizmatga tayinlashiga shunday ben tamoman qo'shildi. Men sizlarni tabriklayman." Bu gaplar hojimni dehimo xotirjam qildi. Demak, xuddi mushu Aprisovning o'zi aytgandek, Uyg'urlarning yuqorisi o'lkalik hukumatning muavin raisi, tövni noyi hokimlari bo'lib yurt so'raydigan, hatto bir necha ming kishilik milliy qo'shinni o'z qo'lida tutadigan kunlar keldi. Bo'libmi, Janubiy Shinjongning harbiy ma'muriy huquqiga hech kim ta'arruz qila olmaydi ekan. Sovet ittifoqidagi buyuk davlatning kafolatidan boshqa Janubiy Shinjong zaminidagi bir necha million aholi orqa tayanch bo'lib turganda yana nimadan ansirab yurgulik? Undoq bo'lgandan keyin Urumchiga xotirjam beraverish kerak. Biroq kutilmagan ish yuz berib qolsa, Namat Xalpat aytgandek, Qashqar tarafga yenib kelsami bo'laverdi-ku. Hoji ana shunday xiyollar bilan Urumchiga berishni oxir qarorlashtirdi. Yo'lga chiqish oldida tunji bo'lib viloyat valiylari bilan bir muncha nohiylarning hokimlarini tayinlab buyruq tushirdi. Shu kunilar Turpan Yaxiliq Ibrohim Tanjang Turpanga, Qumulluq Qodir Hoji Kuchaga, Hojimning qaynotasi Sodiq Hoji Boyga, To'qsulluq Hamdulla Yengchang Qashqar Payzavodga hokim bo'lib qoldi. Turpan Ostonaliq Niyoz Sherib Oqsuv valiyligiga, Sali Durg'i bilan Fozil Durg'ilar 6-diviziya qarmog'idagi milliy qismlarning Luyjangligiga, Namat Xalpat 6-diviziyaning Sanmujangligiga rasmiy tayinlandi. O'g'loqchi Mansur, Heytam, Jabobatu boshliq bir muncha kishilarning mansibi o'stirildi. Faqat Hoshir kantoning mansibi o'stirilmadi. Kishilar uni hozirda Hoshir Payjang desami, g'oyibida yanala Hoshir kanto deyishadi. Mirul Pugan, "Menga mansabning keragi yo'q. Bir tomchi qinim qog'icha Hoji akamning xizmatini qilaman. Rahmatli dadamning vasiyati shundoq." deb hech qanday mansab olmadi. Tursun Do'lan lapasning soyisida o'ltirib, egar choptiq o'ngshayotgan ansorini ko'rib, uning qishig'i asta kelib o'ltirdi. Bir gap so'rsam, xafa bo'lmasiz ha, Ansari aka. Hoji otam bergan mansabni nimishqa olmaysiz? Menga mansabning keragi yo'q. Nimishqa? Qumulg'a berib, podamni boqaman. Bu nima deganingiz? Urumchiga bormamsiz? Bormayman. Nimishqa bormaysiz? Hay, Fukon, sen texi yosh, keyin bilib qolsan. Bundoq qilsangiz, Hoji otam xafa bo'lib qolmamdi. Xafa bo'lib bo'ldi. Yana xafa bo'lsimi mayli. Urumchini endi ko'ra ko'zim yo'q. Temir akam bilan Amonqulning qalliq ko'z yoshlari bilan
zaylashib yotgan qabrisini ko'gili boramdiman. Bormayman. Tursun Dolan odatda nihoyatda kamsiz va muloyim yuradigan bu odamning chiroyiga ajablanib qaradi. İnaklarını soqol, peshonasini qo'riq basgan bu peshqadam jangchining ko'zlaridan g'azab va o'kinish ushqunlari chachrayotgandek ko'rinadi. Tursun Dolanning ko'ngli bir qismi bo'lib, ichi siyrilib ketdi. Demisi rost emasmi? 21 yil burun yuz bergan Temir Xalpa fojiasini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Ulan o'so jilg'isidagi dahshatli qirg'inning birdan-bir tirik qolgan shohidi Ansari uchun aytganda, bu qitimqi Urumchi safari go'yo yana bir qonliq voqeaning muqaddimasidek tuyulganligi tabiiy. Acaba qonliq tarix yana takrorlanib qolsa? Acaba 3-4 yildan buyon Qumul tog'laridan Pamir etaklarigacha, Oltay yayloqlaridan Xotan bo'stonligigacha so'zilgan keng zaminda tanglik, ozodlik uchun to'kilgan daryo qonlar qumga singan suvdek bekorga ketsa. Yo'q. Undaqmi bo'lib ketmas. Xuddi Gorgen Aprisov aytgandek, shundodan yozg'in emas. Hozirgi davrmi Temir Xalpa yashagan davr emas. Qumuldan boshlangan dehqonlar qo'zg'oloni ulug' Oktyabr inqilobidan ilhomlangan. Sovet ittifoqi bu qo'zg'olonga bevosita madad berib kelgan. Helmo qo'zg'olon mevasining o'z haqdorlari qo'lida bo'lishiga Sovet ittifoqi kepil bo'lyotdi. Undaq bo'lgandan keyin Temir Xalpa fojiasining takrorlanib kelishidan andish qilishning nima hojati? Sutda og'zi kuygan qiytiqni puvlab ichidi degandek, Ansar akamga o'xshash ko'ni odamlar ko'nicha o'ylashga odatlanib qolgan. Menimcha bo'lsa, Urumchiga atilmoqsak qandoq yaxshi bo'ladi. Zubayda, go'zal jamolingni qachonmi ko'raman? Aprisovni uzitib mehmonxonadan ho'ylig'i chiqqan cho'nglarning oyoq tevishi Tursun Dolanning xiyolini uzib qo'ydi. Hojim Aprisov bilan xo'shishib bo'lib, Ansarining qishig'i keldi-da. Ya'ni Igor Jobduq bilan etishib qolsan-ku. Qo'y bu ishingni. Men bilan billa ko'ngilmansan. Etimdan ayrilamayman, Hoji aka. Urumchida sana otganmi? Yo'q. Urumchiga bormayman dedim-ku, bormayman. Qani, bormag'inini ko'ray. Put qo'lini bog'lab bo'lsimi aktaman sen to'kur yilpizni. Zodi, nim bo'ldinglar sizlar? To'qniya zo'rmi meni tashlab ketdi. Endi senmi? Dedi-yu, yilg'i bir nima tiqilib qolgandek gapining oxirini aytolmadi. Demisimi, butun qo'shin ichida, hatto Janubiy Shinjongning bu poyonsiz seminida hojimga nisbatan aytganda, Ansaridan ko'nroq do'st, ko'nroq sabdosh yo'q edi. Ansari buningdan 1,5 yil burun Mori dolisidagi tasodifiy uchrashishda qaytadan safga qo'shilgandan buyon jang maydonlarida garchi tilga olgudek biror cho'ng xizmat ko'rsatmagan bo'lsa-mu, hoji uni har ko'rganda Temir Xalpini ko'rgandek bo'lib, o'zining yoshlik davri. Shu yoshlik davridagi jangovar hayotning esiga tushadi. Ansari uningga Temir Xalpidan qolgan birdan-bir qimmatli yodnomidek bilinib, oradan chorak asr o'tgan bugungi kunda minglagan, tumanlagan ansarilar ko'tirgan ozodlik bayrog'ida Temir Xalpining sirti boshqalardan nur chechayotgandek tuyuladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Ansaridan ayrilib qolishga ko'ngli qiymay, uni o'zi bilan birga Urumchiga elib ketmoqchi bo'ldi va shu yerning o'zida o'g'loqchi Mansurni chaqirtib kelib, bu to'kur yilpizni sana topshirdim. Ishkanglar bir ko'ngida o'ltiringlar. Qochirib qo'yadigan bo'lsang, terangni ta'tir so'yiman deb kulib, ko'zini qisib qo'ydi. Safar kunlari yaqinlashmoqda. Hojimni Urumchiga elib ketishga kelgan Stalin markaliq 8 yuk mashinasi Dotay yamulining darvozasi oldidagi maydonda qator turishmoqda. Bu mashinalar shaharga kirgan kundan boshlab Dotay yamulining oldi odam oyog'i uzilmaydigan ko'rgazma maydoniga aylanib qolgan edi.
Konka deb anglagan bo'lsa-mu, o'zini ko'rib baxmagan odamlar to'pi ikki ko'zi xuddi cho'chaklardagi yuha poqining ko'zlaridek kech-kunduz parqirab turadigan. At uloq qatmasa-mu, o'zi mangadigan bu ajoyib maxluqlarga qarab, hayrona havas bo'lishadi. Bir kuni gugum vaqtida siriq chashliq bir ko'kko'z shopur qiziqchilik qilay degan chig'i mashinaning chirg'ini yondirib, orqa-orqadan qattiq signal beribdi. Tomosha ko'rib turgan Alaman xuddi yo'lvosdan qochgandek taraf-tarafga qochib ketdi. Yiliqi shopur kabinkidan chiqib hamrohlarining qishig'i keldi-da: "Hoy, bu yerdimi Afrikadagi yovvoyi nigirlarni ko'rdik-kan kishi?" deb qaqoqlab kuldi. Bir chetda qarab turgan Tursun Do'lan uning rus tilida mundaq dedi: "Sizning ko'rganlaringiz nigirlar emas, Uyg'urlar. Bizmi uzunga qolmay madaniy millat bo'lib qolamiz. Ammo biz shu chaqdimi kishilar ustidan kulishni ayib ko'ramiz." Yiliqi shopur o'pkadek qizirib ketib, apu so'radi. Tursun Do'lanning shu kunidagi xotirasi mundaq so'zlar bilan oyoqlashdi: "Darvaqa, millatimizning hozirgi holidan boshqalar har qancha kulsa, buningga haqliq. Bizning millatimiz nimandoq orqada qolgan ha? Ustibishimizga egin kiyib yurganimizda demasa, ba'zi jihatlarda xuddi shu bechora nigirlarga o'xshab qopdimiz. Tarixda boshqalarga madaniyat tarqatgan millatning bugungi kunda yovvoyi bo'lib, boshqalarning kulkisiga qilishidagi sabab zodi nima? Hay, bechora millat." Avgust oyining o'ttirlarida hojim o'zini uzutib shahar sirtiga chiqqan harbiy va mulkiy amaldorlar, yurt cho'nglari, milliy qo'shin jangchilari va shahar aholisi bilan xo'shlashib bo'lib, eng oldingi mashinaning kabinkasiga chiqdi. Abrisov uning orqasidagi mashinaning kabinkasiga o'ltirdi. Mashinalar endi qo'zg'alay deb turganda, Mahmud Muhiti hojim o'ltirgan mashinaning qishiga o'qdak etilib keldi. Hojim kabinkidan darhol tushdi. Ular xuddi tig'i xo'shlashmagandek boshqalardan quchoqlashdi. "Endi qachon ko'rishimiz? Alloh egam, bizni noumid qo'ymas. Yana bir qitim aytay Hoji aka. U kuni Ne'mat Xalpat aytgan hikoyani pat-pat eslab turg'ayla." "Xo'p, shunday qilay ukam." Mashinalar qo'zg'aldi. 3-chi mashinaning kabinkasida Kucha xinim bilan Mo'danxon o'ltirdi. Har ikkisining yuzi yepiqliq edi. Qolgan mashinalarning kabinka va kuzublari yangidan tashkil qilingan muhofazachilar atirdining boshlig'i Amudxon Luyjang va o'g'liqchi Mansur boshliq 200 dan oshiq muhofazachilar bilan to'lgan edi. Putlari kishanlangan Sobit Domulli bilan Zerib qari hoji eng oxirgi mashinaning kuzupidagi qurolliq muhofazachilar orsida o'ltirdi. Ishkaylan xuddi oyoqlari bog'lanib, qurbonlik qilishga ilib ketayotgan bir jup sarkiga o'xshaydi. Heytam shu mashinada edi. Mashinalar jamdan o'tganda, u kabinkadagi diniqchilikka chidamay ko'zibga chiqib oldi va bepoyon dalalarga qarab o'ltirib, Sodir polvon naqshlarini aytishga boshladi. Naqshi toza avjiga chiqib: "Mening 2 o'g'lim bor. Biri pantnomi o'qiydi. Meni mo'ytonzida chapsa, tinimni qog'i cho'qiydi" degan qo'shiq aytilganda, Sobit Domullining ko'zlaridan taramlab yosh to'kilib ketdi. "Attangay, bu naqshini aytmasam bo'pti-kan, domollam. Ko'ngillari buzilib qoldi." "Yo'qay, o'g'lim, nayta obdan naqshini aytdingiz. Sodirni chopsi yotlar chopgan. Men o'z qarindoshlarimiz qo'lida chepilib ketayotganimizga yig'layman." "Nədki gaplarni qilyotdilar? Kimsidini chopaman deyotdi?" "Hay, o'g'lim, bizning tinimiz tirik bo'lgan bilan jinimizga allaqachon o'z qarindoshlarimizning qilichi tegib bo'ldi. Yotning yondan o'tidi, o'zning jondan degan maqolni anglamaganmi? Xohlasangiz, bu maqolaning qandoq kelib chiqqanligini men hikoya qilib beray." Heytammu va boshqa yigitlarmu qiyni-qiyni deyishib quloqlarini ding tutishdi. Qachondir bir zamonlarda bir zargar bilan to'mirchi tom qo'shnikan.
Zargar oltin jabduq, temirchi katman gurjak so'qib kun kechirdikan. Bir kuni juma kuni ikkisi tangla dukkanlarini taqab masjidga ketibdi. Zargar chala so'qib tashlab qo'ygan oltin bilazuk, temirchi sandalini deyotgan katmanga tomning yo'chiqidan qarab, "Hay birodar, sen to'limi chidamas nemikansan? Ustan seni bozg'an bilan har bir urganda, voyjon, voy tova deb jahonni beshingga kiyib, quloq menganni yeb ketsan. Ustam meni mo bolqi bilan so'qidig'u. Men sana o'xshash olli tova deb qaqshab ketmayman. Aytqina, sen nimanchi qilasan?" debdi. Ketman zuvonga kelib, "To'g'ri, sening ustingga bolqi tushganda, sen ancha voyjon, voy tova deb ketmay, jiring-jiringni qilib qo'ysan. Chunki ostondagi sandal bilan ustondagi bolqa sening o'z jinsing emas. Ulardan yetgan og'riq zahmati sening yeningdan o'tadi. Ammo mening ostimdagi sandalmi temir, beshimga tegadigan bozg'onmi temir, o'zimmi temir bo'lganim uchun og'riq zahmati jinimdan o'tib ketadi. Men yig'lamay kim yig'lasin?" deb javob beribdi ekan. Yotning yondan o'tadi, o'zning jondan degan maqol ana shundoq kelib chiqqan. Hammaylan shik bo'lib qoldi. Eg'ir yuk mashinasi harvi chaqlari o'yiyotgan o'ng'il-do'ng'il to'pi yo'lda godangdan godangga tushib, chang to'zon ichida u yong'i bir, bu yong'i bir chayqalib mang'atdi. Hojim ko'chada bir kun dam elib yana yo'lga chiqdi. Ko'cha xini bilan Mo'danxon oy kuni yiqilib qolganlikdan ko'chada qoldi. Ularning xizmatini qilish uchun O'shur kantomu 3 yigit bilan ko'chada qoldi. Mashinalar to'qsonda to'xtagan kuni Ansari peshona tarlarini surta-surta hojimning qishiga oqsoqlab kirdi. Kel to'kir yilpas. To'qsonning issiqi jinimdan o'tib ketibdi, ha? Agal, usuzlik qilib ol. Rahmat aka, men o'zlar bilan xo'shlashqil kirdim. O'zlarni Xudoyimga omonat. Ha? Qara seni. Nega ketmoqchisan? Yurtga ketib olay. Menga ruxsat qilsizlar aka. O'rimchiga nima ish qilib olmaysan? Bormayman. O'rimchini to'li ko'rgan. Qo'y bu gapingni. Men bilan birga borasan dedim. Cho'qim borsan. Yo'q, bormayman. Temir akam bilan Omonqulning qon aralash ko'z yoshlari bilan zaylashib yotgan qabrisini ko'rmaganim tuzuk. Hojimning yuragi jiqidi qilib ketdi. Uning kang qosqonliq harbiy shapki bilan teximiz xilopatga ko'ringan chiroyini tushuniksiz bir ifoda qopladi. U yoqsida general-mayorlik oltinchan parqirab turgan mashrang nefis sheris harbiy formasi ustidan bog'lab olgan yaltiroq tasma kamirni tutgan beti jim o'ltirib qoldi va birdamlik jimjitlikdan keyin mundoq dedi. Undoq bo'lmug'ar xiyollarni qilma Afg'on. Ularning hammasi o'tib ketgan ishlar. Shunda men bilan oramizda to'xtam tutilganligini senmi bilasan-ku? Bu to'xtamga cho'ng bir davlat kepil bo'lgan. Hoji aka, men Oqsudagi chig'imda aytdim-ku. Bu to'xtam Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimdami ulug'mi? Lishufu degan mal'un Temir akamga Qur'on tutib berib, oxir nimalarni qilmagan? Borman desilar, o'zlar berivasilar. Astag'firulloh, astag'firulloh. Shu orada Abrisov bilan Qosim apandi kirib, mashinalarning tayyor bo'lib qolganligini aytdi. Ansari qilin chang to'zonlar ichida Urumchi tarafga ketayotgan mashinalarning orqasidan uzoqcha qarab turdi. Hoji akamni qandoq bir qismat Urumchiga so'rab ketyapti ekan, ha? deb o'ylaydi u. 22-bob. Urumchi sizni kutadi. To'qsondan yo'lga chiqqan mashinalar o'ng'il-do'ng'il to'pi yo'lda qo'yiq chang to'zdirib, to'p-to'g'ri shimolga qarab mangmoqda edi. Hammaning oldidagi mashinani haydab ketayotgan qora qo'mchoq yigit O'rozbek yanada o'ltirgan qora soqol kishiga ko'zining quyrug'ida bilindirmay qarab qo'yadi. U kishi, ya'ni Xo'janiyaz hoji bo'lsa, kabinkining ayniga tushirib etilgan ishkiga jayniki bilan toyinib jim o'ltiradi.
Uning burkutninkiga o'xshab ketadigan do'gilak ko'zlari yiroqlarga tikilgan beti qaytib qolgandek ko'rinadi. Shikarga chiqqan kunlari biror ovni qarg'a olganda yoki biror jiddiy masala ustida xiyol surib beorom bo'lganda uning ko'zlari ana shundoq bo'ladi. U endi shu topda nimalarni o'ylayotdi ekan? Ansarining boyiqi gaplarini yoki tavakkul qilib Urumchiga borganda o'zining uzun yillik ashaddiy raqibi, amdilikda bo'lsa ittifoqdosh do'sti bo'lib qolgan Shingsay bilan qandoq ko'rishni, nimalarni deyishni va yoki hozircha bizga noma'lum bo'lgan olli qandoq ishlarni. Biroq uning bulutliq osmondek tutilib ketgan chiroyi bilinar-bilinmas titrab turgan barmoqlari bilan qo'yuq saqlini pat-pat qashlab qo'yishi, Ansari aytgan boyiqi gaplarning uning yuragini qanchalik qattiq mujayotganligidan derak beradi. Chunki Ansari boyiqi gaplarini jonliq shahid sifatida aytgan emasmidi. Bir hazodan keyin o'ng qo'l tarafda 90dan Turpanga boradigan ochi yo'l ko'rinib qoldi. Mashina yo'l og'ziga kelganda, "O'ngga buril", dedi hoji shopurga buyruq berib. Shopur O'razbek mashinani sal ostilatib, hech nimani tushunmagandek hojiga savol nazari bilan qaradi. "O'ngga buril da'vataman. Uqdingmi?" Shopur nima qilarini bilmay yana ishkilinib turganda hojim, "Turpanga boraman. Ey, xotin taloq, uqdingmi?" deb farqirab rolga esildi. O'razbek rolni o'ngga burdi. Mashina Turpan tarafga ravon bo'ldi. Ikkinchi mashinaning kabinkasida o'ltirgan Abresov bu ahvolni ko'rib cho'chib ketdi. Hatto o'zining ko'ziga ishonmagandek qilib kabinkadan beshini chiqarib qaradi. Hoji o'ltirgan mashina taxminan 300 metr uzab ketgan edi. Abresov shopurga uni qo'g'lab yetishni buyurdi. Shopur yo'lning yomonligiga qaramay, mashinani eng yuqori surat bilan haydab, oxir oldidagi mashinaga yetishib oldi-da, yondab o'tib yo'lni to'sib oldi. "Ay, O'ras! Aqlingdan ozdingmi? Turpan tarafga ketayotganini bilmadingmi?" O'razbek kabinkadan sakrab tushib, ovi cho'ng kishining buyrug'i shundoq deb do'lisini chiqardi. Abresov yana bir nimalarni deb shopurga kayishga boshladi. Hojim ularning nima deyishayotganligini uqmasa-mu, gapning nima to'g'risida bo'layotganligini tushunib, o'zining o'rnida jim o'ltirdi. Uninggacha Qosim apandi o'ltirgan mashinami yetib keldi. Hojim janoblari, nemishqa Turpanga boradigan bo'lib qoldi ekan. Bosh konsul janoblarga ayting. Turpanga berib, Maqsud boy bilan Abduxoliq Uyg'ur boshliq shehidlarning qabrisini yo'qlayman. Anglashimcha, avgust oylarida Turpan shahri o'tdak qizib ketadi ekan. Hojim janoblari bo'lsa tog'da o'sgan. Bundaq chaqlarda Turpanning issiqi haraj qilurmikan? Issiq bo'lsa-mu, sovuq bo'lsa-mu, o'z vatanimizning havosi bizga yaqinlik. Bosh konsul janoblari, mendan g'am yemagay. Hojim janoblarining bundaq niyati bo'lsa, bizni burroq vaqtlantirib qo'ysa bo'pti ekan. Mo'shumi gap bo'ldimi o'zi? Men sho'rpishona kelinmadim. Har qadimimni qiynanidan so'rab pasqili. Kelin, qiynana degan so'zlar Abresovga qattiq ta'nidek belindi chig'i, uning chiroyi totirib, demi ichiga tushib ketdi. Shundaqdimi, yetilgan diplomatlarga xos tamkinlik bilan o'zini tutib olib, hojimdan tabassum bilan kechirim so'radi. Biroq shu topda biror sinchi odam bo'lsa, uning shu tabassum o'ynab turgan lavlarida To'xtab, sen soqolliq yilpizni degan ma'nidagi istehzo alomatlari bilinib turganligini ko'rmay qolmaydi. Hojim Turpanga kelib, atisi bomdod namozini Abduxoliq Uyg'ur dafn qilingan qabristonlikqa yaqin Bog'ri mahallasidagi cho'ng jamada o'qidi. Namozdan keyin jamoat bilan qabristonlikqa mangdi. Ay hay, Turpan xalqi nima degan ajoyib, nima degan jo'shqin xalq. Hojimning bu yerga kelishini nalardandir uqib, shahar xalqining yerimi qo'zg'ilib chiqqandek qabristonlik odam dengiziga aylangan edi.
Hacim Abduxoliq Uyg'urning qabrisi oldida Qur'on tilovat qilib bo'lg'ach, Uyg'ur xalqining bu o't yurak inqilobiy shoirini yotlab bir necha ig'iz so'z qilish bilan Amin degan haybatlik sado bo'rondek ko'rildib, butun atrofni zilzilga keltirdi. Bo'vaylarning oq soqollari bilan mo'maylarning qo'riq bosgan mang'izlarida yosh tomchilari parqaraydi. Manglagan ko'zlar bu qora soqol kishini tunji qitim ko'rgandek uningga zo'q sho'x bilan qarab to'ymaydi. Shu arada ko'rinishidan yiroq safardan yengili kelganligi bilinib turgan o'ttiri bo'y, qizil yuzlik, qonshorliq bir yigit hojimga salom bajo keltirib, o'zining qumuldan muhim xat ilib kelganligini ma'lum qildi va qilin bir lipopni ikki qo'llab sundi. Hojim odatda xatchaklarni Namat Xalpat yoki Tursun Do'longa o'qitib anglaydi. Bugun bo'lsa o'zi o'qimoqchi bo'lib, lipopni oldirib tenab echiveri, ichidan ayrim-ayrim puklangan ikki parcha xat chiqdi. Birinchi xat hojimning inisi Boqiniyoz nomidan nihoyatda qisqa yozilgan bo'lib, uningda hojimning cho'ng xotini Qamarxon aylarning qattiq og'rib sakrat holatida yotganligi. Hojimning darhol qumulga kelib, rozilik elivilishi so'rilligi yozilgan. Ikkinchi xat Qumul mo'tavarlari va yurt cho'nglaridan Sadansha Oxunum, Yusuf Taydi, Yo'lvoz, Hasan bola hoji boshliq 10 kishi nomidan yozilgan edi. Bu xatni o'qib etib, hojimning chiroyi bir qismili bo'lib ketdi. Qog'oz tutgan barmoqlari bilinar-bilinmas titraydi. Uningga diqqat bilan qarab turgan Qosim apandi buning favqulodda xat ekanligini tushunib, Tursun Do'longa ma'nilik qarab qo'ydi va bu harakati bilan Hojim, bu xatni sana berishi mumkin. Sen yaqinroq bor. demoqchi bo'ldi. Biroq hojim xatni o'qib bo'libla yonchiqo'g'i soldida, xat ilib kelgan yiliqi yigitni o'zi bilan birga mengishga buyurib, tushkun qilgan joyga qaytdi va uni xos bir hujraga boshlab kirib, paranglashga boshladi.